Mana akalar cho'ntak skuterimizga ko'k miya qo'yganmiz akalar. Akamizni o'zi 1000 vatli motor qo'yyapti bu kichkina skuterga. Shu 240 vatli motor bo'lishi kerak bo'lgan skuterga 1000 vatli motor qo'yyapti. Hozir mana vati yozilgan yo'q, mana chotini kerib tashlagan. Aylantirib bittagi. Mana ko'k miyamiz turibdi. To'xtating. Bitta yerga tushiraylik buni. Endi bitta bosingchi aka. Oh. Bo'ldi. Yerlarni tutib tashladi. Razgon vashi bo'pti akalar, chotki. Zaryadga tushishi yomon emas-a? Chotki. Ana akalar vashi konkret hech narsasi ziyon bo'lmaydi. Motorni almashtirganiga sabab akalar qattiqroq yamaga tushibdi ekan, jinni ichi korpusinib ketibdi motorni. O'shanga motor qo'yibdi, atay zo'r. Vashi ko'k miya akalar bosinglar, bosadigan joyga keldi. Qaranglar, mana 1000 vatli motorga ham tushib ketyapti.